Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan veb dasturlash kursimizni boshlaymiz. Veb dasturlash kursida o'rganishdan oldin bitta narsani o'rganib olishimiz kerak. Veb dasturlash kursi o'zi nimaga kerak va bunda nima narsalar eslashni o'rganamiz. Veb dasturlash kursimizda internet magazin hamda veb-saytlar yaratishni o'rganamiz. Bunga misol qilib hozirgi paytda eng ommalashgan Uzum marketni misol qilib olishimiz mumkin. Xo'p, Uzum market va shunga o'xshagan internet magazinlarni yasashni o'rganamiz. Veb dasturlash o'zi ikkita katta qismga bo'linadi: front-end tashqi qism hamda back-end ichki qism. Front-end kursida biza nima o'rganamiz? Front-end kursida internet magazin hamda veb-saytlarni tashqi ko'rinishi, ya'ni uni ishga tushirganda biza ko'zimiz bilan ko'radigan yozuvlari, sonlari, reklamalari, hamma narsasi front-end dasturchilari yasab beradi. Back-end dasturchilari esa biza serverga ma'lumotlar jo'natsa, serverdan ma'lumotlarni yetkazib berish bizaga va internet magazindan narsa sotib olganda kartalardan pul yechib olishlar, shularni hammasi back-end kursda o'rganiladi. Xo'p, biza hozircha back-endni o'rganmaymiz. Hozircha faqat front-end kursidan o'rganishni boshlaymiz. Front-end kursi ham 3 ta asosiy qismga bo'linadi. Endi bu taxminiy bo'linish, chunki HTML, CSS ga bo'lingandan keyin bu yog'i har xil bo'limlarga yana bo'linib ketaveradi. Biza faqatgina shu 3 ta dasturni, 3 tasini o'rganganligimiz uchun shu 3 ga bo'lib qo'ydim. Xo'p, bular nima? Front-end 3 ta asosiy qismdan iborat deb o'rganamiz: HTML, CSS hamda JavaScript, JS. Endi HTML da nima vazifa bajariladi? Hamma ma'lumotlar HTML orqali kiritiladi. CSS orqali bo'lsa, hamma ma'lumotlarni tashqi ko'rinishi o'zgartiriladi. Misol uchun, so'zni katta kichiknaligi, chapga o'ngga olish va shunga o'xshash ishlar hammasi CSS da bajariladi. JavaScript o'zi JavaScriptni dasturlash tili hisoblanadi. Endi biza hozir bu kursimizda JavaScript animatsiya beradi deb tasavvur qilib animatsiya beradi deb o'rganamiz. Bu nimaga? HTML ma'lumotlarni kiritamiz, CSS ularni tashqi ko'rinishini o'zgartirib chiroylashtiramiz, JavaScript bo'lsa ularni harakatlantiramiz. Xo'p, endi veb dasturlash kursimizda front-end va front-end ichidagi HTML, CSS, JavaScriptlarni o'rganishimiz uchun bizga alohida bitta dastur kerak bo'ladi. Bu dasturning nomi Visual Studio Code dasturi. Bu dasturni ishga tushiramiz. Endi agarda bu dastur sizlarda ustanovka qilinmagan bo'lsa, u muammo emas. Google ga kiramiz. Google ga kirib, mana shu Visual Studio Code deb yozamiz. Mana shu nomni yozamiz va kompyuterimizga ustanovka qilamiz. Bu hech qanaqa pulli dastur emas, hech muammoli joyi yo'q. Просто Google ga shuni nomini yozamiz, shu dastur chiqadi va shu dasturni kompyuterimizga ustanovka qilib olamiz. Xo'p, bu dastur ustanovka qilgandan keyin birinchi qiladigan ishimiz fayl bo'limiga kiramiz va bitta autosave degan bo'limini yoqib qo'yishimiz shart. Chunki biza ma'lumotlarni yozish mobaynida mabodo kompyuterimiz o'chib qolsa, dastur yoki nimadir muammo bo'lib qoladigan bo'lsa, otib yuboradigan bo'lsa, autosave yoqib qo'ysak, o'sha kelgan joyimizgacha har doim uni saqlanib qilib boradi. Shuning uchun bizga bu bo'lim kerak bo'ladi. Shuning uchun dastur ustanovka qildinglar, birinchi o'chirda autosave yoqib qo'ysanglar muammo bo'lmaydi. Endi hozir o'rganganimizni, ko'rganimizda HTML, CSS, JavaScript. Endi HTML kodlarini shu Visual Studioda yozib ko'ramiz. Uning uchun fayl bo'limiga kiramiz hamda new faylni tanlaymiz. Hamda index qaranglar, ixtiyoriy nom yozaverasizlar, o'ziga farqi yo'q. Faqat index xohlasanglar isminglarni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar xohlagan so'zinglarni yozsanglar bo'ladi. Biz index deb yozamiz va e'tibor beradigan narsamiz nuqta html yozishimiz shart. Tushundinglar? Nimadir nom nuqta html deb yozishimiz shart. Bu yoqda nima nom bo'lsa bo'lsin, lekin nuqta html bo'lishi shart. Shu narsaga e'tibor beramiz va enter tugmasini bosamiz. Рабочий stolni tanlab olamiz. Рабочий stoldan bo'lsa
Rабочий stol kerak bo'lsa o'zimizni papkamizni tanlab create file tugmasini bosamiz. Xo'p, mana biza HTML dasturini ochib oldik. HTML hosil qilib oldik. Endi bu HTML ikkita asosiy qismdan iborat. Head hamda body degan asosiy qismlardan iborat. Biza HTML ishga tushirganimizda shift hamda 1 ni bosamiz. E'tibor bersanglar, shift tugmasini bosib turib 1 ni bosamiz va enter ni bossak, mana bizaga HTML dasturining asosiy strukturasini hosil qilib berdi. HTMLda shunaqangi tushuncha bor: ochuvchi hamda yopuvchi taglar degan tushuncha bor. Agarda sizlar nimadir misol uchun mana HTML deb turib, mana yopuvchi belgisini qo'ysanglar, mana sizlarda avtomatik tarzda yopuvchisini chiqarib beryapti. Shu narsaga e'tibor beramiz. Enter bilan o'rtasiga ishga olib kelib bosamiz, enter bossak, yana pastga tushib ketaveradi. U muammo bo'lmaydi. Xo'p, mana HTML mana ustiga bitta bossangiz, yopuvchisi qayerdaligini ko'rsatib beradi. HTML ustiga bitta bossangiz, mana yopuvchisi qayerdaligini ko'rsatib beradi. Mana head aytdim, HTML ikki qismdan iborat. Head hamda body qismlaridan iborat. Head qismi nima desa, head qismida biza HTML, CSS, JavaScript va boshqa dasturlarni bir-biriga bog'lash uchun kerak bo'ladigan link va kodlar yoziladi. Mana shu bo'limga bir dasturlarni bir-biriga bog'lamoqchi bo'lingan link va kodlarni yozaveramiz. Misol titledan keyin enter bosib, qancha joy kerak bo'lsa, biz o'zimiz uchun bemalol shuncha joy hosil qilib olamiz. Endi body, mana asosiy qism. Body hamma ma'lumotlar body qismida yoziladi. Mana ochuvchi, yopuvchi bodyni orasiga veb sayt yasaydigan bo'lsa, o'sha veb saytimizda nimaiki ma'lumotlar, nimaiki rasmlar, hammasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu body bo'limiga joylashtirib yozib boraveramiz, nima narsa yoziladigan bo'lsa. Body bo'lim. Endi biza HTML ochib oldik. Endi HTML CSS ni ochib olamiz. Fayl bo'limiga kiramiz. New file, new fileda style.css. Bu nimaga? Bunda ham xuddi shunaqa, style o'rnida ixtiyoriy so'z yozsanglar bo'laveradi, unda muammo yo'q. Nimaiki nom yozsang, faqat .css bo'lishi shart. Tushunarli? .css bo'lishi shart. Enter bosamiz, рабочий stol. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, HTML ni qayerga ochgan bo'lsak, CSS ham shu yerda bo'lishi shart. Ana boya HTML ni рабочий stolga ochgan edik. Ana endi CSS ni ham рабочий stolga ochamiz. Mana CSS bo'ldi. Endi mana title boya aytganimdek, sheet bo'limiga dasturlarni bir-biriga ulash uchun kerak bo'lgan link va kodlar yoziladi. Mana titledan keyin link deb yozamiz, link deb va mana enter bosamiz. Mana ko'rdinglar? Va CSS nomini yozamiz. Mana chiqdi. Mana shunaqa paydo bo'lishi kerak. Agarda paydo bo'lmasa, bilinglarki, bu HTML va CSS bitta joyda emasligi eslaydi. Agarda bitta joyda bo'lsa, mana bosh harfini yozishim bilan chiqdi. Tanlaymiz mana link. Bu HTML va CSS dasturlarini bir-biriga bog'lashning kodi. HTML va CSS bir-biriga bog'lash kodi mana shu. Endi biz HTML va CSS kod dasturida kodlar yozishimizdan oldin men sizlarga bitta Telegramda gruppaga tashlab qo'yaman. HTML va CSS kodlari degan qisqacha o'sha HTML va CSS kodlarini yodlab tanishib chiqishingiz kerak. Chunki bizga bu kodlar juda kerak bo'ladigan kodlar hisoblanadi. O'shaning uchun o'sha Telegramdagi gruppaga tashlab qo'yaman. Bu HTML va CSS kurslarini boshlashdan oldin o'sha HTML va CSS kodlarini bir sidira yodlab chiqinglar. Bu o'zingiz uchun ham kerak bo'ladi. Endi veb-sayt yasayotganda veb-saytni o'zini 3 ta asosiy qismga bo'lib o'rganamiz. 3 ta asosiy qismga bo'lib o'rganamiz. Ular qanaqa bo'limlar? Tablitsa 3 ta asosiy qism: header,
navbar hamda footer. Mana asosiy 3 ta qismga bo'lib o'rganamiz. Header, navbar hamda footer bo'limlari. Header qismi yuqori qismi. Mana misol uchun Word, Excel, PowerPoint'larda ishlaganda ko'rdik. Mana bu hammasida fayl, vstavka, razmetka stranasi hammasi turadi-yu, bir xil hammasida. Xuddi shunaqa veb-saytlarda ham ko'rinishi bir xil bo'ladi. Mana misol uchun ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda header qismida mana bu tepa qismini aytyapmiz. Mana first, about, experience, careers, county, join. Mana shu header qismi. Biz veb-saytlarni yasashda shunaqa olamiz. Mana tepa qismi, mana header qismi shunda. Mana bunda ham mana header qismi bor. Mana bunda ham header qismi, bunda hammasida header qismi bor. Shuning uchun tepa qismini biz header deb ishlaymiz. Ikkinchi qismi navbar qismi. Mana navbar qismi bu asosiy qismi hisoblanadi. Bunda nima qilasiz? Mana shu mana bu yozuvlar, mana bu rasmlar, mana bu o'rtadagi yozuvlar hammasi mana bu yerda navbar qismi hisoblanadi. Navbar mana shu tepa header, undan keyingi qismi navbar va eng oxirgi qismi footer. Footer qismi bo'lsa mana eng pastki qismlarni footer qismi deb olsak bo'ladi. Agarda footer emas, navbar deb olamiz. Farqi yo'q. Eng tepa qismini header olamiz, undan keyin navbar olamiz va eng oxirgi qismlarni footer olsak ham bo'ladi. Shu veb-sayt yasashni 3 ta qismga bo'lamiz: header, navbar hamda footer. Endi hozir sizlar bilan header qismini yasashni boshlaymiz. Header qismida nima narsa? Misol uchun mana header qismini boshlaydigan bo'lsak, e'tibor beradigan narsamiz boya aytganimdek, birinchi o'chirda HTML, CSS kodlarini yodlab chiqing. Nuqta, header va enter tugmasini bosib, yana bizga div class header degan narsa hosil bo'ladi. Ana div ochuvchisi, bu esa yopuvchisi. O'rtada enter va spasga tushirib olamiz va bu yerga h1 ga misol uchun mana sizlar bilan h1 va nima narsani o'tamiz hozir? Tak. Hozir rasmga o'tib olaylik. Mana mashina yokida xohlasanglar mana buni farqi yo'q. Ixtiyoriy. Xo'p. Hozir vaqtimiz tugab qolyapti o'sha. Hozir keyingi darsda yana yozamiz. Mana bugungi qisqacha darslar shundan iborat edi. Bugungi qisqacha darsligimiz kirish qismi shundan iborat edi. Bunda o'rgangan narsamiz veb dasturlash kursimiz ikkita qismga bo'linishi va front-end kursimizni biz o'rganmoqchi bo'lgan front-end kursimizning o'zi 3 ta asosiy qismdan iborat bo'lishi, HTML da nima vazifalar bajarilishi, CSS da va JavaScript da nima vazifalar bajarilishini ko'rib chiqdik. Va veb-saytni o'zini yasash 3 ta qismga bo'lib o'rganamiz dedik: header, navbar, footer. Ana endi bundan buyog'iga shu Visual Studio Code dasturida hamma bo'limlarda bitta-bitta ishlab HTML, CSS da hamma bo'limlarda bitta-bitta hammasini ishlab chiqishni o'rganamiz. Bugun birinchi darsimiz tamom. Keyingi darsimizda ko'rishguncha.